Men hech qanaqa varavsko yoki boshqa ideyalarda emasman. Chista o'zimni fikrlash doiram. No, sen o'zingni tilingni gaplashadigan bo'lsang, sen o'zingni eng katta gangstermanni представлять qilding. Senga savol, sen terpiyli bo'lsang, seni boshingga emas-ku men bilan naravni gaplashish, seni tilingni tushuntiryapman. Yana bir marta Mirsardor, sen mana bu bolani terpiyasi ekansan. Bittasini birovni qo'li bilan o'ldirib yuborsang, ikkinchisini qamatsang, chiqqanidan keyin yana qamatsang, terpiyalik qilib, "Tanga onangni o'ldiraman" desang, sen jinnini miyangda kasaling bormi, psixik расстройствоing bormi, yo yoshligingdan senga to'g'ri tarbiya berishmaganmi? Bu savolni o'zi noto'g'ri bo'ldi, kechiringlar, chunki senga to'g'ri tarbiya berishganida sen bunaqa ishlar bilan shug'ullanmagan bo'larding. Seni otang yoki onang seni urishib turishadimi? Ey bolam, farzandim, inson bo'l. Iltimos sendan inson bo'l. Bunaqa darajada insonni eng marras sorti bo'lma, niже plintusi deb adang, onang mayli, adang urishib turadilarmi seni yoki yo'qmi?